Beskitga bering haqiqatan sen. Oribaga. Bo'ldi, qarang aka, Oribaga mashina 2 kilo ipiga qo'yib beray. Yarim kilo. Qo'toqdagi. Gapirma bo'ldi. Bermasiz xafa bo'lib ketaman aka, xursandmisiz? Tarqam bayladi topdi. 100 gram bo'lsa bermay. Xursandmisiz? Va ana, sotilib ketdi-ya. Akalar qancha 32 gami? Yo'q. 61dan 5 sikitga tarozga olaman. Siz turmay bo'pti. Nima so'rayapsiz? Ja, o'rtada 5 ta. 300 ming da, mana 300 ming ko'zga ko'rinib ketyapti hozir. 32 million. Aka tavakkal mana moli 32 millionga oyog'ida 61 mingdan 5 kiloga. Jon aka 10 kilo demadim, 7 kilo demadim. 5 kiloga ko'p bo'lib ketadimi? Jon aka yana nech pul qo'shayman molga? Picha ustiga yurinchi haqiqatan 1-200 ming so'm yurinchi. Asha aka. Olasini qo'ysin aka, olavering. Aka arzon emas. O'zingiz yaxshi mol sotib tavsiya qilasiz. Bu yerga nima hozir olib kelsa u Demasa men beraman. Bo'ldi baraka aka. Xursandmisiz mana aka? Ishni kishi gapirib qo'ygan. qanchalarga bitib qoladi deychi? Ha? aka bitarasi sotganda ham mezdan raqam bo'lib bilimlarni sotmay aka. keyin baraka. Yo'q, uka ol, mana olib buloq olib kelsin deb bering aka, 5 million foyda qilib bering aka. Mana shu salkam 1 soatdan beri efir bo'lyapti, anaqa qilyapti. Savdosi bo'ladi, lekin berilmayapti akalar. 61dan 5 kilo sikitkasiga 32 dan tirik vazimga. Oyoqqa, to'rtta oyoqqa 32 dan bermayapti. Ashtadedim. Tortib turib soting. Agar qog'ozga bir 6 kilo chiqsa, to'yingiz og'rib qoladi. Buni bering jon aka, xursandmisiz? Aka. Aka yana kimning gapini olyapsiz aka? Hammani gapini olyapman aka. Bitta narsada aka, men zinadan chiqyapman-da. Juda savdo qilyapsiz aka, bir pog'ona ham tushib qo'ymayapsiz aka. Shu molingiz tagiga gap keladi. Nech pul aytyapti o'zi? Yo'q, aka siz juda savdo qilyapsiz aka. 62 mingni ol deyapsiz-da, men sotaman buni. Bitta molingiz. Ke mana qadar sotasan deb narx qo'yib bering. U hozirda Ana-da aka. Ana. Jon aka. Tashqari qilib yurmiz. Ana uni bering aka. Aka turib-da, boshini turib-da. Orqasiga savdo qildirmayman uni aka. Qarang aka, bu yoq aytmoqchi, gapimni eshiting. 61 mingdan molingizni ahli etsa, ilova 35 million kelsa, tortib bering. Bo'lmasa bu seshanba 3 soatda zo'rg'a sotganda biz ashuncha. Nech kilo chiqdi? Voy aka. 400 kilo chiqdi. Tanasa aka, bitta qarang-da. Siz tushundim, men tushundim. Men-chi aka, bu taroziga qo'yib kilo kelmasa, bu ham 32 millionga olmaydi. Yo'q, men bitta narsa bor aka. Mana buni. Ana mana shu. Xursandmisiz? Ol uka deyalasizmi? Bering aka, ma'qul kelayotgan bo'lsa. Shu to'liq pulab ketib kelyaptimi aka? Yo'q, bo'lmasa aka molingizni tortib bering, ko'p kelsa. Ana. Olaga baryapsiz. Ana nima dey aka? Ana nima dey? Jon aka, o'zi ayting. Siz tortib bering, olasa turishini bering. Bu turishini bersangiz bunga 60 dan tushami? 60 mingdan 60 ming qizig'i yo'q. Bunga misol 100 ming tortib bersangiz, bunga yaxshi bo'ladi misol. Kilosini bilib oladi-ding. 5 kilo qo'yib bering dedim. Bo'lmasa 32 millionga bering dedim. Akam kelib, "Men rasxotini ber" dedi. Aka, hammani gapini oldim, to'g'risida. 7 yoshdan 70 yoshgacha odamning gapini oldim. Lekin siz bironta insonning gapini olmayapsiz aka. Ashi zinaga chiqib qolib tushmayapsiz. Aka, jinday xirmonsizda shu ko'zingizga 5 kilo ko'rinib ketyapti. Aka, nima xayri bo'lyapti yana aka hozir? Qarang. Jon aka, aka mana badaningiz qizyaptimi? Ol uka deyalasizmi? Xursandmisiz? Xursandmisiz aka? Jon aka, mana uni oling. Hammani gapini aka men oldim.
Bironta insonni gapini olmayapsiz. 32 million 100. Oyog'iga 61 mingdan 5 kilo qo'yib bering desa buni ham shuniki. Kam tortib beraymi bo'lmasa aka tavakkal. Ha. Bira 35 millionlik qilgan qochib bor. Siydi ish yo'q olaveradi. Bu necha puldan bo'ldi? Hozir bitta. 500 kilo kelsa, Oldinglarmi buni? asli 5 kilosi ketganga bersa, masalan 62 mingdan berganda 300 ming pul talashyapti. 300 ming hisob yarim soat turib siydirib tushtirganda aka 3 kilo 4 kilo. Undan tavakka tortib bergan. Aka? Yo'la pattasi ham Chiqib yuborsa ham 1-2 kilo chiqib qo'yadi bu. Alo. Nima deysan? Ano deraza turibdi, koridor derazasi. Tashqari tomon qaragan, tumonloq balgarga qataradigan narsa bor. Shuni olib berish qizildi. Ha, qizil manjit bor, balgarga qataradigan diskcha bor. To'kayli. Hop. Majidsiz? Hop. Yo'q, ana shuncha gapdan keyin, shuncha yurgandan keyin Abrorus bo'ladi aka. Bekbus. Bering aka. istamadlar, meniki ikkovimiz ham. Oskol. Sizlarni dronda videoga olyapsiz. 5,5dan beri o'sha turaman. Tavba qildim. Jon aka, mana uni bering, mana uni aka. Bu aka seshan bozorda ham sotmaydimi mol? Ha qo'ying hali bormasin. Bozor laqalashtirib yuboradi. Nashada yurib turibsiz. Borib aka, mana shuni bering jon aka. Necha kilo chiqdi? Necha kilo chiqdi? 405 kilo. Yomon sho'q ekan. O'sha aylanib o'tadigan qo'ryapsiz aka. Aytmayapman bitta aka. Men o'zim olganman o'tgan safar. 2 hafta oldin 27 millionga bermay men o'zimga kamiga bergan 1 million. Tortib bergan. To'g'rimi kam aka? Keling. Ashiga qo'yasizmi? Orif aka. Orif aka. Bo'lmasa Qaysi tomoniga yurasiz jon aka? Aka Allohga tavakkal. Aka, bo'lmasa so'yib bering shuni. Bo'lmasa so'yib bering shuni aka. Aka qaysi tomoniga olaymi olingiz? Siz qaysi tomoniga sotasiz? Bugun qattiqlik qilaman deb chiqqan ekan akam. Bitta narx ushlab chiqaman degan ekan o'zi ham. Endi aytasiz uka mana. Endi aytingchi. Akalar 8-minut ketyapti, lekin hali bu hali savdosi juda uzoq bo'ladi lekin. Meni ham o'ylab yana shu deb aylaman. Tanishingizmi? Ha? 32 million 100 Siz aytganingiz 60. Ha siz tortib bera oling. Bu nechi? Ha 35 millionlik kelsin aka tavakkalda mana bu narsa. Seshan bozorda Bu akam men seshan bozorda ko'rdim. Nima ketadigan bo'laman? Nimaga? Даже 3 soat yalintirib sotganmiz ya bitta mol. Nega yetkazmayman? Men ashimligin deb. Meni aqlim aka 30 million to'xtagan aka. Mehnatim uchun 1 million qo'shdi. Xursandmisiz Orif aka? Ko'rganlar ham zerikib ketarganda aka. Iloji yo'q. Iloji yo'q. Qani videolar qilinglar uni. Ya mashina barakasini olish kerak mana. O 3 soatdan beri savdosi bo'lyapti. Yurmayman aka, qanday yuraman? Jon aka, qanday qo'lini qo'yardi aka? Aka, mashpulni balandiga xaridoriz bo'lsa aytavering Orif aka. Kelib bisir qilib boshqa qilmayman aka. Ha, menga sotolmayapsiz-ku jon aka. Nima o'tiryapsiz? Asha akaman billa bo'ldi bo'ga. 32 millionga bermasdan 30 million 500 mingga sotdim endi. Orif aka xursandmisiz?
Aka, Allohga tavakkal shu molingiz aka, foyda ziyon qilsam ham olaman. Aka, 50 so'm ham yurardi emas, to'g'ri aka, nimaga? O'zingizni aka, meni o'zingiz o'rniga qo'ying, jon aka. Meni o'rnimda bo'lsangiz nima qilasiz aka? Oldinglarmi buni aka? Samiz aka. Shuratiga nima bo'pti uni? Oldi 30 million. Voy jon aka, mashina bering. Bermasa yuring axir. 62 mingdan tortib oladigan odamga tortib bersin bo'ydi, mayli. Jon aka, buni ko'ti yengilroq 5 kiloni men bekarga so'ramayapman. Menga qarab. Beskitga bering haqiqatan. Oribaga. Bo'ldi, qarang aka, Oribaga mashina 2 kilo ipiga qo'yib bering. Yarim kilo. Qo'toqdagi. Ko'paytirma bo'ldi. Bermasiz xafa bo'lib ketaman aka, xursandmisiz? Menga qarab. Menga qarab. 100 gram bo'lsa bermay. Xursandmisiz? Va ana, sotilib ketdi-ya. Akalar qancha 32 gami? Yo'q, 61dan 5 sikitga Tarozga olib boramiz. Siz turmay bo'pti. Tarozga boramiz hozir. Buna bo'ladi odam. Akam sal. Elyor! Sotilib ketdi akalar, mana xudo xolasa. Biz o'zi 10 minut video qilgan bo'lsak, undan oldin yarim 1 soat, 1,5 soatdan beri video bo'lyapti. 61dan 5 sikitga. 61dan 5 sikitga ketdi o'zi mana. Ey 61dan 5 sikitga ketdi sotildi. 5 kilo sikitga so'rashyapti. Endi sikitkasini olib tashlab 0-0. Taroziga shunday berildi. Smeshini deyilyapti akalar. Hozir Tarozga olib boramiz. Mana shuni 11 minut mashina o'zini videosini qildik. Qani nima bo'ldi ekan? Ana Oribaga bor. Ha, necha kilo chiqadi? 450 500 chiqam? 500 chiqmaydi. Oribaga 62 mingdan ham olardim. Men ziyon qilsam ham. Endi shunaqami? Qaytolmasin. Keyingi bozor ham olib chiqamiz, keyin bermay qo'yaylik. Hazlashyapti bu yoq ham o'zi. Solingan edi. Bunga savol. Yana ikkita arqon baylaylar. O yetib oling, Arqondan yetib oling. Ekan bu ham. Akalar hozir mana mashina Tarozga olib boramiz endi yana. Juda to'g'rilar. Ketdik akalar Tarozga, xudo xolasa mana. Vajjanlar zo'r turdi. Ketdi. Akalar 61dan 5 sikitga olingan buqamiz. 32 millionga. Qo'chilar. Taroz. Ha? Endi ko'rindimi? Katta ekan lekin bunaqasi. Ama lekin bu 15 minut. Tarozi aytishadi. Tarozini ko'ramiz akalar hozir. $555 chiqadimi? Qancha?
Aytdim-ku, bekarga aka aytmadi-da, bu 550 chiqadi dedi. Akalar 549 kilo. Akalar 549 kilo chiqdi. 549 kilo chiqdi mana bo'ldi. Hozir yuraverdi xolos 549 kilo. Abbos, qo'y molni baylatdi. Mana akalar. Molni bekarga aka ukasi aytmagan ekan, bu normal chiqadi buni go'shti. Hurmatli aka-ukalar, Marhamat mol bozorida tarozimiz oldilari 64 dan, o'rtachalari 61 dan bo'ldi. Akalar. Bugungi sanamiz 8-fevral, hafta kuniga yakshanba biz Marhamat mol bozoridamiz akalar. Bizni kuzatishda davom etaveringlar. Sog' va salomat bo'ling.